got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Hammaga assalomu alaykum. Siz my o'yin news kanalidasiz va bugun sizlar bilan Minecraft va Herobrine afsonasi haqida gaplashamiz. Birinchi qism. Minecraft o'yinining yaralish tarixi. Minecraft bugungi kunda dunyodagi eng ko'p sotilgan va eng mashhur video o'yin hisoblanadi. Biroq uning boshlanishi juda oddiy va kamtarona bo'lgan. O'yin shvetsariyalik dasturchi Markus Persson barcha uni Notch taxallusi bilan taniydi tomonidan yaratilgan. Ilk qadamlar va Cave Game 2009-yilning may oyida Notch o'zining shaxsiy loyihasi ustida ishlay boshlaydi. U Inferno va Draw Fortress kabi o'yinlardan ilhomlanib, bloklardan tashkil topgan dunyoni yaratishni xohlaydi. O'yinning eng birinchi versiyasi bor-yo'g'i bir necha kun ichida, taxminan 6 kunda yoziladi va u dastlab Cave Game g'or o'yini deb nomlanardi. Keyinchalik bu nom Minecraft Order of the Stone deb o'zgartiriladi va oxiri shunchaki Minecraft bo'lib qoladi. Alfa, beta va dunyo miqyosidagi muvaffaqiyat. 2009-yilning 17-mayida o'yinning ilk sinov versiyasi internetga joylashtiriladi. O'yin tezda geymerlar e'tiborini tortadi va chunki unda cheksiz erkinlik bor edi. Har bir o'yinchi xohlagan narsasini qurishi va dunyoni o'zgartirishi mumkin edi. 2014-yilning 18-noyabrida o'yinning rasmiy 1.0 versiyasi chiqdi. Notch o'yinning rivojlanishi uchun Mojang kompaniyasiga asos soladi. 2014-yilda esa Microsoft kompaniyasi Mojang va Minecraft huquqlarini $225 milliard ga sotib oladi. Ikkinchi qism. Herobrine afsonasi. O'yin ichidagi qorong'u sir. Minecraft o'zi qanchalik yoqimli va qiziqarli ko'rinmasin, uning ichida eng mashhur va eng qo'rqinchli, dahshatli mif Herobrine yashaydi. Bu personaj o'yin tarixidagi eng katta sirli afsonaga aylangan. Afsonaning kelib chiqishi. Creepypasta. Herobrine haqidagi birinchi hikoya 2010-yilda xorijiy formulada paydo bo'lgan. Bir geymer o'zining yakka tartibdagi single player dunyosida g'alati hodisalar yuz berayotganini yozadi. U tumanli ob-havoda uzoqdan unga qarab turgan g'alati personajni ko'rib qoladi. Bu personaj o'yinning standart Steve ko'rinishida edi. Lekin uning ko'zlari butunlay oppoq, baqraygan va nursiz edi. O'yinchi uning ortidan yuguradi, lekin sirli figura tomonda g'oyib bo'ladi. Shundan so'ng o'yinchi o'z dunyosida g'alati o'zgarishlarni ko'ra boshlaydi. Daraxtlarning barglari to'kilib, faqat yog'ochlari tanasi qolgan. G'orlarda va qumlarda g'alati mukammal 2x2 o'lchamdagi tunnellar paydo bo'lgan. Okean o'rtasida qumdan yasalgan kichik mukammal piramidalar qurilgan. Notchning o'lgan ukasi. Hikoyaga ko'ra, geymer bu haqida formulalarda so'raganda, uning postlari adminlar tomonidan o'chirib tashlanaveradi. Keyinchalik u Herobrine ismli foydalanuvchidan faqat bitta so'zdan iborat shaxsiy xabarni oladi. To'xta. Tekshirishlar natijasida bu taxallus Minecraft yaratuvchisi Notchning akasi yoki ukasiga tegishli ekanligi, biroq bu u hayotdan ko'z yumgani va haqida vahimali mish-mishlar tarqaladi. Haqiqat aslida qanday? Aslida Notchning hech qachon ukasi bo'lmagan va o'yin kodlari ichida Herobrine hech qachon mavjud bo'lmagan. Bu geymerlar tomonidan o'ylab topilgan eng muvaffaqiyatli, dahshatli hikoya. Creepypasta edi.
Biroq bu mif shunchalik mashhur bo'ldiki, Mojang kompaniyasining o'zi ham o'yin yangilanishlari update ro'yxatiga hazillashib Removed Herobrine olib tashlandi deb yozadigan bo'ldi. Video uchun tayyor g'oyalar. Xo'sh, mana do'stlar, hozir sizlar bilan Minecraft tarixi va Herobrinening yaralish tarixini ko'rib chiqdik. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi o'yin, ya'ni keyingi yangi sharhlanayotgan o'yin qaysi bo'lishi haqida kommentariy yozib qoldiring. Ular men uchun juda ham qiziq. Xayr, salomat bo'ling.